7-20 yosh orasidagi bolalarni mana shu 3 ta fikr juda ham orqaga tortadi. Birinchisi bu hali yoshman, keyinroq boshlayman degan fikr, ancha ko'pchilikda bor. Ikkinchisi odamlar nima deydi degan fikr. Hozirgi qilayotgan ishingizdan uyalmang. Hozirgi topayotgan daromadingizdan blog boshlamoqchimisiz, boshlang, hech kimdan uyalmang. Ishoning, odamlarga до такой stepeni sizni hayotingiz muhim emaski. Endi uchinchisiga keladigan bo'lsak, hamma aytadigan narsa, menda sharoit yo'q. Mana shu gapga o'rtoqlar ishonmayman. Inson mana aytadi-da, misol iPhone'ni siz 17sini hozir $500 sotaman, yangisini, korobka dokument. O'sha odam kerak bo'lsa, pul topib bo'lsa ham o'sha telefonni oladi. Nimaga? Chunki o'sha telefonni shunda bozorga chiqib turib qimmatroqga sotish mumkinligini biladi, tushunasizmi? Endi do'stim, o'zingiz chestni ayting, mana shu aytib bergan 3 ta fikrimdan qaysi biri sizni hozir o'tyapti? 7-20 yosh orasidagi bolalarni mana shu 3 ta fikr juda ham orqaga tortadi. Birinchisi bu hali yoshman, keyinroq boshlayman degan fikr, ancha ko'pchilikda bor. Ikkinchisi odamlar nima deydi degan fikr. Hozirgi qilayotgan ishingizdan uyalmang. Hozirgi topayotgan daromadingizdan blog boshlamoqchimisiz, boshlang, hech kimdan uyalmang. Ishoning, odamlarga до такой stepeni sizni hayotingiz muhim emaski. Endi uchinchisiga keladigan bo'lsak, hamma aytadigan narsa, menda sharoit yo'q. Mana shu gapga o'rtoqlar ishonmayman. Inson mana aytadi-da, misol iPhone'ni siz 17sini hozir $500 sotaman, yangisini, korobka dokument. O'sha odam kerak bo'lsa, pul topib bo'lsa ham o'sha telefonni oladi. Nimaga? Chunki o'sha telefonni shunda bozorga chiqib turib qimmatroqga sotish mumkinligini biladi, tushunasizmi? Endi do'stim, o'zingiz chestni ayting, mana shu aytib bergan 3 ta fikrimdan qaysi biri sizni hozir o'tyapti?